2023 yilda bu yangi proyektimiz ishga tushdi. Gipsokarton 12,5 million metr kvadrat bir yilda. Eng asosiysi bu ekologik toza, sifatli, insonga zarar yetmaydigan va qurilishda tez ish bajariladigan mahsulot. Bir oyda biz 1 million kvadratgacha mahsulot ishlab chiqaramiz. Shundan hozirgi kunda oyiga 300 ming metr kvadrat Turkmanistonga shartnomamiz bor. 150 ming kvadrat Tojikistonga va 100 ming kvadrat Qirg'izistonga. Qolgan 550 ming kvadrat O'zbekiston ichki bozorga sotiladi. Gips taşını alıp 5 kalada pişirip onun içindeki bolgan 20% suyunun 15%'ini uçuramız. Keyin mikserde yine 15%'ini geri koşup o sonra yine bunu gipsokarton qilamiz. Loyihamiz jami 20 million dollarlik qiymatda qurilgan. Shundan 6 million 320 ming dollari Sanoat qurilish bankidan imtiyozli kredit olingan. Loyihamiz Turkiyaning Erba Makina kompaniyasi bilan shartnoma qilinib, ulardan olingan. Asosiy undagi ehtiyot qismlar Turkiyaniki bo'la turib, lekin elektronika va elektrodvigatellar qismi Siemens kompaniyasi Germaniyaniki bilan ta'minlangan. Gipsokartonlarımız hakikaten sıfatı juda zor. Bu Özbekistan'da fakat Özbekistan emas, bütün Orta Asya boyunca hemmisinin brendinde satış yapmak koklayımızda. Şimdi hazır Tacikistan, Afganistan, Türkmenistan'da eksport kılamız. Buradaki birinci maksadımız Özbekistan ahalisine, Özbekistan devletine faydamız buluşu için hareket kılamız. Men shu korxonada 2 yildan buyon ishlayman. Gipsokartonni ikki tomon kramkasiga qarash, to mikserdan noyusaga bo'lgan masofada nazoratga olaman. Hammasi o'zim ko'zim ostida bo'ladi. Sharoitlarimiz zo'r. Texnologiyalarimiz yangi, zavod yangi qurilgan. Bizning zavodda eng yaxshi yangi texnologiya bo'yicha yangi mahsulot ishlab chiqarildi. Fasad qismiga yopshiriladigan gipsokarton. Jami bizda bu yerda 125 ta ishchi o'rni yangi tashkil etilgan. Mahsulotimiz var. Lifex, Passat'la gipsokarton. Özbekistan'da Passat'la gipsokarton birinci biz getirdik. Xudo xolasa hamma joyga O'zbekiston için Passat'la gipsokarton veramiz, öğretemiz. Hem ekonom bo'ladi, hem ekolojiya yardım bo'ladi hammasi uchun. Texnologiyamiz Turkiya texnologiyasi asosida Turkiya bilan hozir mutaxassislar bilan birgalikda ish olib boramiz. Hozir bitta smenada, masalan, bir kunda 12 soat ishlaydigan bo'lsam, bitta smenamda 100-150 pachkagacha tayyor mahsulot ishlab chiqaramiz. Shanba, yakshanba dam olish kunlari dam olamiz. Eng muhim narsa bizda e'tibor talab qilinadi. Ishimiz og'ir emas, faqat e'tibor. Bizning o'zimizda 110 gektar gips karyeri bo'lib, shuni qayta ishlash, nafaqat xom ashyo sotish, buni polofabrikat, tayyor mahsulot qilib sotishni rejalashtirganmiz. 110 gektar bu degani 150 yilga yetadigan xom ashyomiz bor. 2024-yilda viloyatdagi 5 ta investitsiya loyihasiga jami 41,2 million dollarlik mablag' yo'naltirilgan. Buning hisobiga 880 ta yangi ish o'rni barpo etilgan. 14,3 million dollarlik mahsulot eksport qilingan. Ushbu ko'rsatkich 2013-yilga nisbatan 2,4% ga o'sgan bo'lib, import hajmi 22% ga kamaygan. Joriy yilda 100 million dollarlik 22 ta yangi investitsion loyiha amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, buni natijasida 1000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, 70 million dollarlik 4 ta yirik loyiha 600 nafardan ziyod yurtdoshimiz uchun ish joyini yaratish kutilmoqda.